Assalamualaikum dostlar kanalın görüşçüleri. Bugün 8 may. Kela жатқан 9 may жеңіс майрамыңыздармен құттықтаймыз туғандар. Ноқаттағы жылқы баларды сіздермен бөлісіп өтейін. Андықтан сіздер біздің каналдан алыстабай көріп тұрыңыздар. Қолдап лайктан басып тұрыңыздар. Ұлық Мырзаның отыз келді туғандар. Oho, mınaga. 5-5'ni atken özü dağı qarağınızlar. Jatışın qarağınızlar, jatışın. Oho. Taqsir, бұл аттың жашы қандай екен? 3 асый ба? Басы қанша екен басы? 350 мың кемі бар екен туғандар мынаga. Өте жоғын. Пародасы қандай болып қалды енді? Россия ба? Ашалла мынаga. Telefonda айтып қойсыз бұнда. 555 менен 67 91 01 номерге чалып көресіздер мынаga. Бойы қанша шығып болады емеге? Примерно бір 60-тан өте екен туғанда. Охо, мына қашқаны көріңіздер, қашқаны. Қашқаның бағасы қанша екен тақсыр? 400 мың сом мынаga. Пародасы қандай болып қалды? Қора байыр. Maşallah mınaga. Qora bayır ekan 400 ming so'mda olibdi mınaga. Jashi qanday dedim? 3 asy. Maşallah mınaga. Telefonni aytamiz mı? 78 mi? 0345 31 nomerga chalib ko'rasizlar mınaga. To'g'onlar. O'ta sindiq otlardan biri ekan. Qarangizlar. Oho mınaga. Bu otning bosi qancha ekan taqsir? 200 ming so'm. Жақсы. Jashi qanday bo'lib qoldi endi? 4 yashar ekan, maşallah mınaga. Bu otning qanday öneri bor ekan? Ishi uyur ulog'i bor. Qattiqroq söyleyin aka. Ulog'i da bor. Aha. Жақсы mınaga. Telefonni aytmaysizmi? Biladi adamlar mınaga. Chalib ko'rasizlar to'g'onlar. Жақсы. Otlar o'ta so'lun otlar jigitlar. Mına otundagi telefon nomerini alып öttüm bugacha dağı. Maşallah mınaga. Katta mınaga so'z. Sol. Oho, mına otni qarangizlar. Jatadi ekan. Konkretniy jatadi ekan. Oy bo'ldi. Mınaga. Жақсы mınaga. Otlarni bir chekada tartaverayın to'g'onlar. Qo'ldan kelishincha. Mınaga mına jaqtadagi soda bo'ldi o'xshaydi to'g'onlar. Assalamualaikum. Bunun bosi qancha ekan taqsir? 200 ming so'm mınaga. Жақсы. 200 ming so'm. Arzon ekan to'g'onlar. Jashi qanday bo'lib qoldi ekan? Bishti. Bishti bo'layotgan to'g'onlar. Ko'rdi abi ya. Gredir. Age, bolta deyim lazım. Onu minip görüyorsun. Minip gördüm aka. Ya aksakalga bir minip vereyim mi? Aksakal minip vereyim mi? Oho mana. Maşallah mınaga. Ot qanday ekan oti?
Assalomu alaykum. Aleyküm assalom. Ha, yaxshi. Salom. Hop ko'rdik. Sal jashgan bar tarbiya kerak. Biroq qaytish yo'q ekan serial. Salgan jana ketdi. Ha, jo'shimlarga. Jashi 3 yoshar ekan to'g'onlar. Ot kimnikilarga? Ha? Ot sizlarga o'zi Yo'q, olayın deb ko'ryaptim. ha. Eshikda bir turib yurgandan davom kelib barmoq qolib turadi. Chiqsa qarmaydi. Ot sindu jo'g'on ekanda, aslan. Jash ekan. O'shandan yengil ekan o'shandan. Qoch. Mana. Greydir mana. Like bosib oladi to'g'onlar, like bosalikda. Qo'llab turingizlar mana. Otlarni bir chekada tomosha qilib negadir oz tortitasin deganlar bo'ldi. Negizda. Otlarni ozroq tortitasin. Maşallah maşallah. Kattı bana gel. Oh, bana olsun. Bana Töküştü gene bu anda. Joğuna da gene karamazlar. Maşallah buna gel. Juda uradi gene biraver. Ot sizdan baka? Az so'raymiz ma'lumotni. Qancha tashadi? Bulat bo'yicha ma'lumot berib qo'ysin. Jash 3 yoshar be. Aha. Rossiyadan kelgan. 3 yoshar ekan to'g'onlar. 300 ming kemi bor ekan to'g'onlar. Rossiyadan kelib turib mana. Bo'yi qancha chiqib qoladi endi? Bo'yi. 60 dan jo'g'ri bo'lib qoldi ekan to'g'onlar bunaga. Telefonni aytib qo'ying-da. 507 5 99 85. Shu nomerga chalib ko'rasizlar to'g'onlar bunaga. Uyurga jana ot izlaganlar bo'lsa. Yaxshi. Bunaga Qo'shqo'rg'on bosimdagi bilib beraylik to'g'onlar. Buni bosini qanchada odasiz aka? 160 ming so'mda otdi to'g'onlar bunaga. Jashi qanday edi aka? Janasi 160 ming so'mda otdi bunaga. Telefonni ayting qanday aka? 79 million. Başından ayting. 79 milyon, 69 27 milyon. Şu nomerga chalib ko'rasizlar. Maşallah maşallah. Assalomu alaykum aka. Shu lotga qancha berib qo'ydingiz aka sir bo'lsa? 130 ming so'm. Jash qanday ekan bu? 2 jash 130 ming so'm berdi. To'g'onlar bunaga. Bu Rossiya jilqisi o'xshaydi aka. Aralash. Yaxshi bunaga. To'g'onlar 106 mingga sotildi o'shunda. Qanday bo'ldi aka? Bunaga sotilib turdi to'g'onlar. Jash qanday ekan? Berish o'qchasini. Jash qanday ekan bu?
8 yaşar. Жақсы. 106 mingga sotib tur. Ha bu kuchtuzni qanchada olasiz aka? Tortpayla qo'yaymi? Bo'lmaydi. Qanchada olasiz bosin? 200 ming so'm deyapti aka. Jashi qanday bo'lib qoldi ekan bu? Jashi 7 yashar, maşallah aka. Telefonni ayting aka, qiziqqanlarga. Telefonda 74 menen 31 1390 nomeri çalıp ko'rasizlar. Ya bu lot bo'yicha aytsangiz, qanday o'nirlar bor ekan bu? Log'i bor, ishi bor. Bunaga to'g'onlar. Çalıp ko'rasizlar, qiziqqanlarga to'g'onlar. Qancha berdi aka shu? 160. 160 ming so'm. 155 bo'ldi da, ozgina berib ketadi. Жақсы откен брава. Қол жоғын екен. Асал галан ортасында тұрadigan откен. Taqsirning bozi qancha dedingiz? 180 ming so'm. Jashicha? Ekasi bu. Bunaga to'g'ri 180 ming so'm deyapti. Parodasi qanday bo'lib qoldi o'shanda? Parodasi. Parodasi qanday bo'lib qoldi? Beshikdan kelgan. Bunaga. Doni yaxshi bola ekan birovga. Молодец. 90dan qochmaydi ekan to'g'onlari. O'ta mujik bola ekan. Bunday bolalar ham bo'lavermaydi. Doniga bir like-dan bosib qo'yinglar to'g'onlar. Yaxshi, otini sonu. Ot sonu. Bak duruşan. Nima deyiladi? Yine o'shani ham yechibman. Yo'q, ham aytlat. Yo'q. Ayting buncha bo'lsa olmadi aka. Odam. Aka, o tushdan keyin kelib qarang shuncha sog'irlab kelgan otlar. Buna siznikini jo'n olchi, buna siznikini go'sht. Aka. Pulumuzga jaldiramiz. Saçlarla kete turam olib qoldi o'sha men. Ana ekon ko'rdiganlarga. Men aytgan shuncha bo'lib turib. Bunanchaga bo'ladi, jarlikcha bitta bo'ldi. O'sha men aytib qo'ygan bor, aytmaydi. Azmazmi? Ya, azmaz qoldimi? Azmazmi? Azmaz qoldi. Erkakcha azmaz bo'lsa ol. Pulimiz. Bitta. Berveda 155 ga chiqdim aka. Al şu adamdan çok satılana şireken almaymış o adamdan. Verseniz sizden kişiye şireken. Şu adamdan almayın. Oğlum ver. Var mı? Oğlum. Var ya. 160 tane mi oluyor aka? Assalomu alaykum aka. Ya assalomu alaykum aka. Taqsir. Bosi qanchada odasiz? 150 ming so'm. Jashicha? Jashi qanday bo'lib qoldi? 4 endi bo'ladi. Assalomu alaykum. 150 ming so'm deyapti aka to'g'onlar. Yaxshi ot bo'g'da kelajakda. Telefon nomerini aytinganda. Telefon nomerini aytinganda. Qattiqroq aytingda. 999 Aha. 15 73 15. Mana shu nomerga chaqqan bo'lsa baylanishib ko'rasiz. Yaxshi. 15 ming.
Qanchaga chiqdi ular aka? Bilmayman. Qancha bo'ldi aka shu? Bosi. Bilmadim ku, bilmadim. Alo. O nerede bu? Bog' oldi o'zi? Voy bu nimaga? Qanchaga chiqdi akalar? 210 ming so'm aka. 3 yashar ekan nimaga? Rossiyaga parodasi. Qanchaga sotildi aka shu? 35. 135 ming so'm aka. Jashali o'xshaydi. Ekasi. Rosa to'g'nadi ekanda o'zi da. Ma, Qo'shqonning bahosini qancha deyotgan to'g'onlar? Mana. Qanchada odasi aka? 200 ming so'm, maşallah. Jashi qanday bo'lib qoldi? 3 yashar ekan mana. 200 ming so'm. Maşallah aka. O'shanda bu kuchtuvatning bolasi aka shunda? Ha? Bu poltarashka o'zi qanday bo'lib qoldi? Avgustda 1 yosh ekan deb qarangizlar. Parodasi qanday dedingiz? Qarabayir jilqisa aka. Bosi qancha dodasan? 90 ming so'm deyaptim aka, qarangizlar. Telefon nomeringizni aytinganda qiziqqanlarga. 501 menen. 222 515. Shu nomerga chalib ko'rasizlar to'g'onlar. Kim bo'ladi ekan? Bo'ladi ekan to'g'onlar aka. Yaxshi. Qancha dolasi aka? 100 ming. 100 ming so'm aka. Parodasi qanday, jashi qanday bo'ldi? Bishkek 1 yashar. Bishkek 1 yashar ekan to'g'onlar. 100 ming so'm deyapti. Aka. Mazada. Sundu. Qanchada otasiz aka bu toylarda? 70 ming so'mdan deyapti. Ularning jashlari qanday bo'lib qoldi? 1 yashar. 1 yashardan ekan to'g'onlar nimaga? Yaxshi. Telefonni aytib qo'yaman-da. 550. Aha. 39 39 40. Kimi bo'ladi? Kimi bo'ladi? Kelishamiz. Kelishayotganmiz to'g'onlar. Parod qanchada otasiz aka? 100 ming so'm aka. Jashi qanday bo'ldi endi? 2 yashar 100 ming so'm ekan aka. Jo'x aka, bozoringizni bersin akam. Qanday saqsizmi? Aka. Qora qancha ekan qora? 70 ming kemi bor ekan aka. Qancha so'rashdi ham aka shu? Har qanday so'ravdi? Jo'x aka. Jash qanday bo'ldi aka? Biznes jetelek. Biznesga jetelek. Telefonni aytinganda aka. 707 milyon. 31 78 13. Onu paylaşıp koyarız. Şaşpay tattan doğanlar mı? Like basırık da like bas. Kaça satıldı o şol? 36 ming so'm. Chindapmi? Ya arzon bo'lib deganda. Mana qarangizlar 36 ming so'mga sotilib tur. Bir yaşmış şonda? Bo'ldi ekan ham aka. O'ta arzon ketdi mana qarangizlar. Oyu 1.50 santimetre. Jomon cho'g'lishtiradi mana yerda. Ne oldu ekan ha? Qaysi sotildi akalar? Ko'z chiqarib yubordik. 500 oldu ha. Bu ko'pi? Yo, bittasi bo'ldi. Qancha? 40500. 40500 so'mga sotildi mana. Yaxshi. Jomon talash bo'ldi o'xshaydi bular. Talash bo'lgan-ya, boshni Sizlar qanchada otasiz aka bor? 50 kam bor. 50 ming so'mdan kemi bor. Yaxshi aka. Erkakda bular? Erkak. Telefonni aytib qo'yasiz aka?
Satılık gösteriyor. Satılık kötü var. Böyle. Siz kaçada odasın aka? Ben 50 bin so'radim. 50 ming so'm, maşallah. Kam bor. B ekan aytib onda. Kemi bor ekan. O'zlab tartib. 55, 59, 45. Mana 79 ming ekan to'g'onlar. Chalastar. 24 soat suyazda olur. Oho, mana. Qancha berdi aka shu qoraga? 26,5. Mına yerda o'ta buyuk B kirib turibdi to'g'onlar. Buni bozi qancha ekan aka? 350 ming so'm. Yoshi qanday bo'lib qoldi? Qancha? 6 yashar. 6 yashar. Mana. Qismi bo'zda aka. Bo'z qisili gumon aka. Biroq ayog'iga qo'yilgan. Ayro qo'yilgan biroq. Parodasi qanday bo'lib qoldi aka? Parodasi Yevropadan kelgan. Yevropadan kelgan. Mashallah. Bo'yi ham qanchacha bo'ladi? O'ta buyuk B ekanda. Bo'yi 175 garanti chiqadi. Mashallah aka. Telefonni ayting aka. 555 74 76 71. 71 nomeriga chalib ko'rasizlar aka. Bulat sizdan aka? Qanchada o'tasiz aka buni? Basını 300 ming so'm, maşallah aka. Jashi qanday, parodasi qanday bo'lib qoldi? Paro, to'rga to'ldi, 5 ga o'tmagan to'g'onlar aka. Qora bayrillar aka? Qora bayrillar ekan to'g'onlar. 300 ming so'm bordir. Telefonni kimnikini olasiz aka? 0557 83 55 54 nomeriga aka. Aka beyler. Ya beylerdi qanchada o'tasiz aka? 80 mingda. 80 ming so'mdan aka. Bular joshlari qanday bo'lib qoldi aka? O'rta josh. Bo'z bular aka? Qisir beylar ekan. Parodasi qora bayril jilqisi. Maşallah aka. Telefonni aytib qo'yasiz bunda qiziqqanlar aka. 79 menen. Ikkita 20 ekan, ikkita 29 87 ekan to'g'ri. Qanaqa shashir o'tasiz?